Mutolaa. Kuychi terak. Qadim zamonda cho'l tomonda yolg'iz bir kampir yashar ekan. Uning farzandlari ham, mol-u dunyosi ham yo'q ekan. Kunlardan bir kuni kampir yashaydigan o'tov oldida bir terak o'sib chiqibdi. Kampir buni ko'rib juda quvonib ketibdi. Terakni parvarish qilib, tagini yumshatibdi. Har kuni suv tashib sug'oribdi. Terak tez kunda o'sib ketibdi. Bo'yi 10 qulochga yetibdi. Terakning shoxlari xuddi surnay chalgandek ovoz chiqarib, yaproqlari esa shildirab raqsga tushar ekan. To'rg'aylar qo'shiq aytib, ularga jo'r bo'lar ekanlar. Shu mamlakat podshohi qasr qurdirmoqchi bo'libdi. Har tomondan yog'ochlar olib kelishibdi. Bunday topib, qirqinchisini hech qayerdan topishmabdi. Podsho navlarini hamma yoqni qidirishibdi. Nihoyat bir kuni kampir o'stirgan terakni ko'rib qolishibdi. Ular terakni kesmoqchi bo'lishgan ekan, kampir ko'nmabdi. Naviklar podshohning buyrug'ini pesh qilib terakni kesishibdi. Kampir ularga: "Men yolg'izman. Bu terak esa mening ermagim edi. Barglari bilan so'zlashib, kuylaridan bahri dilim ochilardi. Soyasida o'tirib dam olardim" deganicha faryod solib qolaveribdi. Ustalar terakka oyma naqshlar oltindan talqalar yasab ustun qilishibdi. Qasr ham bitibdi. Kampir farzandiday bo'lib qolgan terakni ko'rgisi kelib, podshoh qasri oldiga boribdi. Qancha iltimoslar bilan qasrga kirib qarasa, hamma ustalar bir xil emish. Kampir o'z teragini taniy olmabdi. Shunday ustunlarning biridan yurakni ezuvchi munglar bir kuy eshitibdi. Kampir terakni tanibdi. "Oh!" deb nola qilibdi terak. "Bu yerga menga yoqmadi. Men cho'ldagi erkin hayotni, mayin shabadani qo'msayapman." Terakning nolishidan kampirning yuragi ezilib ketdi. Noiloj u yana cho'lga qaytibdi. Oradan talay vaqt o'tib, podshohning jabr-zulmidan g'azablangan xalq uni taxtdan ag'daribdi. Kampir buni eshitib saroyga boribdi. Saroyda u yoqimli tovushni eshitibdi va darrov tanibdi. Naqshinkor ustunni farzandidek bag'riga bosibdi. Qarasa, har yoqdan bulbul sarava to'tilar uchib kelibdi. Ustun bilan nag'malariga jo'r bo'lib, sho'x-sho'x kuy chalibdi. Odamlar shodu xurramlikka bayram qilishibdi. Ertagimiz tugadi.